narsani bilmayman men desiz, bismillohni bilasizmi? Shu o'rgan kuningizga qadar bismillahirrohmanirrohim deb yiqilib turing, namoz o'qing, ruku sajda qiling. Namoz bo'laveradi. Haligi narsani bilmayman deb o'qmasdan o'tkazib qarzob bo'lganingizdan ko'ra, bilganingizni o'qib turib Xudoga shukr qilib bandaligingizni bajarib oling. Sizmi? Hech narsani bilmaysiz. Uni tushunmaysiz. Tahoratni bilasizmi? Bismillahirrohmanirrohim deb bilasizmi? Yoki la ilaha illalloh deb bilasizmi? Shu o'rgan kuningizga doir oyatlarni, suralarni, zamsuralarni, tasbihlarni, tashahhudlarni, sanolarni, salovatlarni o'qigunizga doir Bismillahirrohmanirrohim, Bismillahirrohmanirrohim deb ruku sajdaga boring, namoz bo'laveradi. Tushunyapsizlarmi? O'rganganimdan keyin o'qiyman desanglar, ulgimay qolsanglar, ilarda islom to'niyu